Diqqat qiling, bugun 2025-yil 1-dekabr. Butun dunyoda kiber dushanda davom etmoqda. Bu yilning eng katta onlayn savdo kuni, lekin do'konlar sizdan yashiradigan 3 ta ayyor usul borligini bilasizmi? Birinchi usul unutilgan savat hiylasi. Uzum yoki Amazon kabi saytlarda tovarlarni savatga soling, ma'lumotlaringizni kiriting, lekin to'lash tugmasini bosmang. Shunchaki saytdan chiqib keting. Algoritmlar xaridorni yo'qotmaslik uchun bir necha soat ichida sizga shaxsiy chegirma kodini pochtangizga yuboradi. Ikkinchi usul jonli chat hujumi. Bugun kiber dushanba bo'lgani uchun qo'llab-quvvatlash xizmati xodimlari reja bajarishi kerak. Saytning chat qismiga yozing: "Men hozir sotib olmoqchiman, lekin menda faqat shuncha summa bor. Menga shaxsiy promokod bera olasizmi?" Ishoning, 10 holatdan 8 tasida ular sizga yashirin kodni taqdim etishadi. Uchinchi usul offline xaridlar uchun. Do'konga borganingizda qutisi biroz ezilgan yoki vitrinada turgan namunani so'rang. Sotuvchilar bunday tovarlardan qutulishga harakat qiladi va siz bemalol 15% dan 30% gacha arzonroq narxda olishingiz mumkin. Pulingizni aqlli sarflang, chunki bugun chegirmalar kuni emas, balki aqlli xaridorlar kuni. Yana shunday foydali layfhaklar uchun sahifamga obuna bo'ling.